Bu maskan tarixning oltin sahifalariga muhrlangan, har bir g'ishtida ajdodlar nafasi ufurib turgan muqaddas maskan. Toshkent shahri markazida Hazrati Imom majmuasi hududida joylashgan, ilm va iymon nuri bilan yo'g'rilgan bu dargoh yillar davomida ma'rifat istagan qalblarga mayoq bo'lib kelmoqda. Bugun biz siz bilan nafaqat ta'lim dargohiga, balki islom olamining O'zbekistondagi ilm xazinasiga, Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutiga sayohat qilamiz. 1971-yil 1-noyabr, Ramazon oyi. Muborak oy, ammo murakkab bir davrda Toshkent osmonida ma'rifat quyoshi qayta nur socha boshladi. Ilmga tashna qalblarning ko'p yillik orzulari ushalib, Muftiy Ziyovuddinxon ibn Eshonboboxon tashabbusi bilan ushbu muqaddas dargoh o'z eshiklarini ochdi. Dastlab oliy diniy madrasa sifatida mashhur namozgoh masjidida o'z faoliyatini boshlagan ta'lim maskani keyinchalik butun mintaqaning ilm markaziga aylandi. Oliy Mahad 5 asrlik tarixga ega Baroqxon madrasasini tiklash maqsadida tashkil etilgani inobatga olinsa, Toshkent Islom institutini ham 500 yillik tarixga ega ilm maskani desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu maskanning asosiy g'oyasi esa o'sha paytdayoq aniq belgilab berilgan edi. Biz bu ilmiy dargohni ochar ekanmiz, degan edi Ziyovuddinxon ibn Eshonboboxon hazratlari. O'z oldimizga diniy va zamonaviy ilmlarni puxta egallagan, muqaddas dinimiz uchun eng zarur bo'lgan bilimdon mutaxassislarni tayyorlashni asosiy vazifa qilib qo'yamiz. Mana oradan yillar o'tsa-da, bu ezgu maqsad o'z qimmatini yo'qotgani yo'q. 1974-yilda buyuk muhaddis bobomiz Imom Buxoriyning 1200 yilligi munosabati bilan mazkur ilm maskaniga u zotning muborak nomi berildi va u Oliy Mahad Toshkent Islom instituti maqomini oldi. Dahriylik tuzumi davrida oliy diniy bilim yurti ochishdek jasoratga har kim jur'at eta olmagani sababli Toshkent Islom instituti sobiq ittifoqda yagona edi hamda Kavkaz orti, Shimoliy Kavkaz, SSRning Yevropa qismi va Sibir musulmonlari diniy boshqarmalarining bo'lajak kadrlari ham shu yerda tahsil olardi. Bundan tashqari Afg'oniston, Vyetnam, Yaman va Bolgariya kabi davlatlardan ham o'nlab talabalar Oliy Mahadni tamomlagan. Bu o'z navbatida Oliy Mahadning shuhrati va dovrug'i butun islom olamiga yoyilganidan darak beradi. Joriy yil Islom institutining ochilganiga 55 yil bo'ldi. Yarim asrlik muddat mobaynida bu dargohda ko'plab din va davlat arboblari ta'lim va tarbiya ko'rdilar. Sovet davri bo'lishiga qaramay, mazkur ta'lim maskani Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayx Allohshukur Poshshozoda, Checheniston sobiq prezidenti Ahmad Qodirov, Rossiya musulmonlari idorasi raisi Muftiy Ravil Gaynuddin, Muftiy va olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Muftiy Shayx Abdurashid Qori Bahromov, Muftiy Usmonxon Alimov, mashhur xattot Habibulloh Solih, Buxoro faxriy ustozi Abdug'ofur domla Razzoqov, Qur'on ma'nolari tarjimoni Shayx Abdulaziz Mansur, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ishmatbekov hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Shayx Nuriddin Xoliq Nazar kabi mashhur ulamo va davlat arboblarini yetishtirdi. Ushbu dargohda ta'lim olgan kadrlar islom olamining chinakam yulduzlariga aylandilar. 2007-yilda yangi zamonaviy o'quv binosiga ega bo'lgan institut so'nggi yillardagi islohotlar natijasida yangi qiyofa kasb etdi. 2021-yili institut binosi qayta ta'mirlanib, yangi imkoniyatlarga ega bo'ldi. Bugun Toshkent Islom instituti teolog, islomshunos, imom xatib va arab tili o'qituvchilarini yetishtiruvchi, kelajak avlod qalbiga ma'rifat urug'ini qadayotgan ulug' maskandir. Institutda aqoid va fiqhiy fanlar kafedrasi, hadis va islom tarixi fanlari kafedrasi, tillar kafedrasi, Qur'on ilmlari va ijtimoiy fanlar kabi 5 ta ixtisoslashgan kafedra mavjud. Talabalar barcha sharoitlarga ega o'quv xonalarida aqida, fiqh, Qur'on ilmlari, hadis kabi mutaxassislik fanlari bilan bir qatorda dunyoviy fanlar va xorijiy tillarni ham puxta o'zlashtiradilar. 2019-yildan boshlab institutda modul tizimi asosida o'qishlar yo'lga qo'yildi. Natijada yurtimiz masjidlarida faoliyat olib borayotgan ko'plab imom va imom noiblari
o'z mutaxassisliklari bo'yicha oliy ma'lumot sohibiga aylanmoqdalar. Eng quvonarli yangilik esa davlatimiz rahbarining 2023-yilda ilgari surgan tashabbuslari asosida 2024-yilda Islom instituti tarixida ilk bor magistratura bosqichi ochilgani bo'ldi. Hozirda institutda ikkita yo'nalish bo'yicha 20 nafar magistrant tahsil olmoqda. Bu yangilik diniy ta'lim tizimida uzviylikni ta'minlash borasida amalga oshirilgan eng ulkan ishlardan biri bo'ldi. Institutda tajribali mahalliy ustozlar bilan bir qatorda o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lgan xorijlik ustozlar ham ta'lim beradilar. Institut kutubxonasi go'yo bir xazina. Bu yerda o'zbek, arab, fors, turk va boshqa tillardagi 40 mingga yaqin manba va adabiyotlar mavjud bo'lib, talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida mutolaa qilishlari va bilim olishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari, barcha sharoitlarga ega 4 qavatdan iborat talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. Talabalar turar joyida har bir talaba o'z uyidagidek shinamlikni his qilishi, darsdan bo'sh vaqtida xotirjam mutolaa va mazmunli hordiq chiqarishi uchun zamonaviy qulayliklar muhayyo qilingan. Islom institutining shonli tarixi va uning taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan rahbarlar haqida so'z ketganda, ta'lim dargohining ilk rektori Yusufxon To'ra Shokirov siymosi gavdalanadi. Ushbu zotdan so'ng muassasa boshqaruvini amalga oshirgan rahbarlar qatorida islom olamining yetuk namoyandalari Shayx Shamsiddinxon Boboxonov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi din arboblari ham bor edi. So'nggi yillarda Abduqayyum Azimov, Muhammad Ayyub Domla Homidov, doktor Haydarxon Yo'ldosh Xo'jayev, doktor Muhammad Olim Muhammad Siddiqov kabi fidoi ustozlar ushbu mas'uliyatli vazifani sharaf bilan ado etib keldilar. Hozirgi kunda esa Toshkent Islom instituti rektori sifatida doktor Uyg'un G'ofurov faoliyat olib bormoqdalar. Ma'rifat qayerda bo'lsa, taraqqiyot va tinchlik ham o'sha yerda bo'ladi. Oliy Ma'had o'zining 55 yillik tarixi davomida minglab qalblarni ilm bilan sug'ordi. Dunyo tan olgan ulamolarni yetishtirdi. Bugun bu an'ana yangicha shiddat va imkoniyatlar bilan davom etmoqda. Toshkent Islom instituti qalblar iymon bilan, aqllar esa ilm bilan boyiydigan muqaddas dargoh. Bu yerda boshlangan yo'l hamisha haqiqat va ezgulikka yetaklaydi. Thank you.